Bugun pul avtomati apparati, svarka apparatini sotib olishda oxirgi paytda ko'p so'rayapti kuzatuvchilarimiz. Qanday apparat olay? Pul avtomat olaymi yo pul avtomat olsam qanaqasini olay? Kichkina apparat olsam qanaqasini olay degan savollar ko'p bo'lyapti. Bu haqida videolarim bor, lekin yana bir qisqaroq qilib zarur ma'lumotlar aytib ketaman. Svarka apparat olayotganingizda nimaga e'tibor berish kerak? Nima svarka qilasiz odatda? Masalan, profil listda nimadir vard qilasizmi, qalinligi qanaqa? Mana hozir ko'rsataman biz nimalar bor. Mana masalan biz mana bunaqa zaborli seksiyalar, ya'ni profil turbadan shunaqa zaborlar yasayapmiz. Bularda qalinligi mana bunisi 40 ga 40 turba, qalinligi 1,5 mm keladigan. Stenkasi 1,5 mm keladi. Unaqa juda qalin emas. Maksimum 2 ga boradi. Mana profil turbalar ham shunaqa 20 ga 20, qalinligi 1,5 mm. Mana shunaqa ishlarga 1,5 2 mm 3 mm gacha. 3 mm ga qiynaladi, lekin 2 mm 1,5 shularga yaxshi. Mana apparatimiz, pul avtomatimiz 200 lik pul avtomat ishlatyapmiz. 180 ham qiladi shu ishni. 180 amperlik bo'lsa ham bo'ladi, 160 lik ham qiladi. Lekin 200 lik qiynalmay ishlayapti. To'g'ri qanday? Ko'p ishlatsangiz ham charchamaydi bu. Farqi shunda. Keyin mana ikkita rejimda MMA elektrosvarkada, Migmak rejimida. Apparat olayotganda shunisiga e'tibor beringlar. Apparatning qancha funksiyasi ko'p bo'lsa, bizda ko'p ish bajaradi, qulay deydi. Aslida u ishlab chiqarishga bo'lmaydi. Ishlab chiqarishda siz ko'p ishlatasiz, apparat постоянный nagruzka bilan ishlaydi. Shuning uchun mana bu funksiyasi ikkita bo'lsa, bu juda yaxshi. Undan oshiq 3 ta masalan bunga parashkoy qo'yib ishlatsa bo'ladi. U o'sha дополнительный funksiyada, asosiy funksiya MMA elektrosvarka, Migmak, pul avtomat bo'ldi. Mana shu ikkala rejimda ishlagani uchun bu apparat yaxshi apparat hisoblanadi. Pul avtomatda yaxshisi. Nima uchun? Faqat ikkita rejimda ishlaydi xolos. Agar bunga kesadigan plazmani qo'shib qo'ysa yo tik svarka deb argon svarkani qo'shib qo'ysa, 3 ta 4 ta rejim hozir 4 ta 5 ta qilib ko'p narsani bitta apparatga tiqib qo'yapti. U o'sha slabiy apparat degani. Qiziqib 4 tasi birda, 5 tasi birda desa olmaylar. Keyin yana bitta narsaga chalg'ityapti. Svarka sotuvchilar ayniqsa o'zlari yaxshi tushunmaydi. Svarkani turlari bilan uni дополнительный funksiyalarini tushunmaydi. Masalan, forsaj dugani yo bo'lmasam anti prилипание degan yana bir 2 ta 3 ta funksiyalar bor. U mana shu apparatning ichida qo'shimcha funksiyalarda ana shu funksiyalarni chiqarib qo'ysa ham shulari bor, yana shuncha narsasi bor deb sotadi. Yo'q, u дополнительный qo'shimcha funksiya hisoblanadi. Svarka apparat nimaga qarab tanlanadi? Asosan necha xil svarka qilishiga qarab. Mana bu Migmak svarka pul avtomatda chorniy metal, ugl kislotada chorniy metal vard qiladi yoki bo'lmasam argon ulasangiz argon smes ulab rangli metal vard qilsa bo'ladi yoki alyuminiy vard qilsangiz bo'ladi, mis vard qilsangiz bo'ladi. Unda lekin katoshka provolkalar almashtiriladi. Bu hozir mis chorniy metalga, mis qoplamali sim bilan ugl kislotada vard qilyapmiz. Lekin argon ulab turib o'sha alyuminiyni simini qo'yib alyuminiy vard qilsangiz bo'ladi yoki nerjavekani simini qo'yib nerjaveka vard qilsangiz bo'ladi. Faqat mana bu katok almashadi, unda boshqa qo'yiladi. Shu apparatda qilsa bo'ladi shu ishlarni. Agar siz bu rangli metallar vard qilmasangiz, nerjaveka, alyuminiy, boshqa metallar vard qilmasangiz, chorniy metal, ya'ni oddiy qora metal vard qiladigan bo'lsangiz, mana shu pul avtomat sizga yetadi. Ugl kislota gazi olinadi, qora metalga bo'ldi. Agar sizga kichkina pul avtomat emas, oddiy MMA svarkadagi elektrosvarka kerak bo'ladigan bo'lsa, elektrosvarka oling, пожалуйста. 200 amperlikgacha, 200, 220, 250 ampergacha oling. U ham o'zini joyida mana shu qilgan hamma ishni qiladi, faqat bu osonroq, tezroq bajaradi. Mana masalan, buni misolda ko'rsatib beraman. Agar mana shu narsani hozir elektrodda, oddiy elektrosvarkada vard qilganimizda qanday svarka qilardik? Buni oldin bunday vard qilardik. Yonboshga qilish qiyin bo'ladi, tagini vobshe qila olmaysiz. Agar pul avtomatingiz bo'lsa, pul avtomatda hozir bitta mash turgan holatingiz o'zida bu yonini ham bitta nimani o'zida qilib ketasizda, aylantirganingizdan keyin tepa tomonda o'zi qoladi. Shuni svarkalab qo'yasiz, bo'ldi. Ishni yengillashtiradi, tezlashtiradi. Svarkani yaxshi bilmaydigan odam ham qilishi mumkin. Pul avtomat shu uchun kerak. Pul avtomat olaylikmi, jo'n elektrosvarka olayligim deb ko'p savollar bo'lyapti oxirgi paytlarda. Shuning uchun aytyapman.
nima svarka qilasiz, nima yasayapsiz odatda? Ishlab chiqarish qilasizmi? Ishlab chiqar, пожалуйста, polavtomat oling. Polavtomat ishlab chiqarishni tezlatadi. Mana shu seksiyani masalan elektrodda varid qilaman desangiz, bitta odam abitgacha qilishi mumkin. Yoki 2 soat, 3 soat, 4 soatda qilishi mumkin. Lekin mana shu bitta zaborli seksiyani men hozir polavtomatda bitta apparat, yo'qda bitta apparat, bu yerda turibdi. Yoqsam, o'zim spokойно yarim soatda shuni tayyorlab, svarkalar tugatishim mumkin. Elektrodda endi o'zingiz tasavvur qiling, qancha vaqt ketadi. Kamiga elektrodda buni shilib chiqish kerak. U shlak qoladi-ku. Shlaglarni shilib chiqish kerak bo'ladi. Farqi shu xolos. Agar siz qora ish qiladigan bo'lsangiz, bunaqa kachественный qilib, svarkalab keyin kraskaga обработка qilib, kraskaga buni sotmasangiz, sizga kачество juda muhim bo'lmasa, elektrodda varid qilsa ham bo'ladi. Faqat mana yupqa metallarni elektrodda varid qilish qiyin bo'ladi. Ana shu tomoni bor. Yupqa metalli ishlagani mana polavtomat yaxshi. Yana bitta asosiy farqi, qalin metalda elektrodda ham svarkalasangiz bo'laveradi. Lekin mana bunaqa yupqa metallardan mana biror nima yasayotganda bunda tez va sifatli qilsa bo'ladi. Ancha vaqtdan yutasiz. Shuning uchun polavtomat olish kerak bo'ladi shunaqa ishlarga. Atak boshqa narsa varid qilaman desangiz, bir qo'pol detallar, nimadir qalin metaldan yasaladigan detallar yasaladigan bo'lsa, unda shart emas imенно polavtomat olish. Oddiy elektrosvarka oling, elektrod ishlating, bemalol qilavering. Faqat elektrosvarkani qancha toki baland chiqaradigani, masalan 200 mi, 250 mi, 3 fazga ishlaydigan yana ham kattasini olasizmi? Qancha toki baland chiqarsa, shuncha uzoq ishlaydi degani. Uzoq ishlaydi qanday? Qanday ma'noda? Masalan, mana svarka qilishni boshladingiz-da, elektrod deb olaylik. Mana elektrodni varid qilishni boshladingiz, yoqdingiz, elektrod ketyapti. Mana varid qilib qo'yib ketyapsiz. Bu qo'yib ketish jarayoni qaygacha elektrod tugaguncha bo'lishi mumkin. Elektrod tugaguncha masalan siz boring yana 20 sekund varid qiling. 20 sekundda elektrod tugaydigan bo'lsa, 20 sekundda shu apparat qizib ketib, mana oranjevisi yonib o'chib qolishi mumkin. Slabiy apparatlar. Endi 20 sekundda o'chmasa kerak-ku. Tepaligi slabiy apparatlar o'chib qolishi mumkin. Ko'p ishlangandan keyin oxiri qo'yib ketavergan, uzoq muddat birdan qo'yib ketganingizda o'chadi. Agar apparatingiz qancha ko'p tok chiqaradigan bo'lsa, shuncha mощныйroq bo'ladi. Ya'ni qancha uzoq sho'x qo'ysangiz ham charchamaydi apparat. Shu tomondan farqi shu. Mana bu polavtomatda ham xuddi shunaqa. 200 ligini olgan bo'lsangiz, apparat qancha ko'p nagruskami ishlasa ham masalan chidab beradi. Ko'p sho'x qo'ysangiz ham masalan sho'xni uzmasdan qo'yyapsiz-da, uzoq varid masalan katta yo'lmi nimadir varid qilyapsiz, ko'p svarka qilish kerak. 200 amperlik 5 minut to'xtamay varid qilsangiz o'chishi mumkin. 180chi, 180 ni 3 minut qo'yganingizdan keyin apparat o'chadi, mana oranji yonib o'zini o'zi sovutishni boshlaydi. Chunki ichidagi nimalar qizib ketadi. 5 minut to'xtamay qo'yganingizda. Agar 160 bo'lsa-chi, 160 уже bir 2 minut to'xtamay qo'yganingizdan keyin apparat sekin yonib o'chishni boshlaydi. Shuning uchun apparatni mana to'ki qancha baland chiqaradigan bo'lsa, shuncha mo'shniy bo'ladi. Keyin mana rejimiga ahamiyat beramiz. Rejimi qancha kam rejimda ishlasa, masalan, ikkita rejimi bo'ldi. Ichiga yana boshqa funksiyalar, boshqa ko'p narsalar qo'shmagan bo'lsa, apparat mo'shniy bo'ladi. Shuni eslab qolinglar. Qancha soddaroq bo'lsa, apparatingiz shuncha kuchliroq bo'ladi. Ko'p funksiya qo'shib qo'ysa, qulay deb o'ylaydi. Qulay bilan mo'shniy ikkalasi boshqa narsa. Sizga apparat uzoq muddat ishlab berish kerak bo'lsa, albatta baquvvat bo'lishi kerak bo'lsa, kamroq funksiyadagisini oling. Shu apparat sotib olishda ko'pchilik oxirida shu narsani nima qilyapti, so'rayapti. Shuning uchun shu haqida yana bir qisqaroq video qilishga harakat qilyapman. Tik svarka degani. Argon svarka deydi bizda, O'zbekistonda, balki Qozog'iston bilan qo'shni davlatlarimiz ham shunday desa kerak. Chunki boshqa yerlardan ham kuzatishar ekan meni, mana yozishyapti kommentda yoki Telegramdan chiqishyapti, shuning uchun aytayapman. Tik svarka o'rtoqlar, bu argon svarka degani. Argon svarkaga argon gaz ulanadi, rangli metallar varid qilinadi. Nerjaveyka, alyuminiy, mis, laton, har xil metallar, rangli metallar hammasi tik svarka, ya'ni argon svarkada qilinadi. Agar siz rangli metal bilan ishlamasangiz, oddiy svarka kerak bo'lsa, svarka apparatingizda tik degan rejim bo'lishi shart emas. Shu rejimda hisobiga apparat sizga qimmatga tushayotgan bo'ladi. Shuning uchun shunga e'tibor bering. Agar chorniy metal ishlayapsiz, sizga rangli metal qilmaysiz. Tik svarka degan rejimda ishlasa, tik rejimida ishlasa, bu apparatni olmang. Chunki bu sizga kerak emas. Siz rangli metal varid qilmaysiz, sizga bu ortiqcha summaga tushyapti, ortiqcha pulga tushyapti. MMA degani
polavtomat ikkisi bor ekan. Migmak degani polavtomat ikkisi bor ekan, gazli, gazsiz. Bu polavtomat degani shu simi avtomatik chiqib turadi, siz o'sha varid qilasiz xolos. O'zi varid qilmaydi xolos, shuning uchun polavtomat. O'zi varid qilganda avtomat bo'ladi. Tak, Migmak dedik. Migmak polavtomat ekan. MMA elektrosi bor ekan. Oddiy elektrodda varid qilmoqchi bo'lsangiz, bu MMA rejimi deyiladi. Sizga elektrodda varid qilmoqchimisiz? MMA rejimini o'zida oling, bo'ldi. MMA rejimini o'zi bor apparat oling, bo'ldi. Sizga ortiqcha narsa kerak emas. Ortiqcha funksiya qo'shilyaptimi, o'sha apparat narxi oshyapti. O'shani farqiga boringlar. Apparatda qancha mana ortiqcha rejimlarda ishlatsa, sizga kerak emas funksiyalari bo'lsa, bu apparatning narxini oshiradi. Keyin apparatni 2 ta 3 ta rejimda 4 ta rejimgacha qo'shib tashlayapti. U apparatlar slabiy apparatlar. Shuni eslab qolinglar. Masalan, bitta apparat ichida ham tik rejimi bor, ham mig rejimi bor, mana polavtomat bor, ham MMA bor, yana plazma rejimni ham qo'shib qo'ygan. 4 ta rejim bo'lyapti. O'zi bu apparat slabiy apparat. Bu sizga masalan elektrodda varid qiladigan bo'lsangiz, uzoq elektrodda ishlatishingizga yaramaydi yoki polavtomat ishlasangiz uzoq ishlatishga yaramaydi. Mana shu apparatlarda ham asosan biz polavtomatda ugl kisatulab polavtomat rejimini ishlatamiz. MMA rejimini pastda ishlatmaymiz. Lekin har zamon ishlanib qolishi mumkin. Shunda ham MMA rejimi oddiy elektrodda, mana oddiy elektrod o'zini varid qiladigan apparatga varid qilmaydi. Farqi bor. Shuning uchun shunga ahamiyat beringlar, ya'ni polavtomat ishlatasizmi, polavtomat o'zini rejimi bo'lsin. Elektrosvarka ishlatasizmi, MMA rejimini o'zi bo'lsin. Agar o'zi bo'lsa demak bu kuchli apparat degani. O'zi baquvvatroq apparat degani. Metal kesmoqchimisiz? Plazmani o'zini oling. Nima bilandir qo'shilganini emas, o'zini oling. Chunki u 2 ta 3 ta funksiyani ichiga tiqib qo'ygan plazma alohida yig'ilgan plazmani ishini qilmaydi. Har zamonda kesgani balki oyda yilda bir kesib qolsangiz yarashi mumkin. Lekin oyda yilda yoki bir oyda bir marta kesadigan odamga o'zi plazmani ishlatish ahmoqlikda. U oyda bir marta kesadigan yo bir 20 kun oyda bir marta kesadigan bo'lsangiz, uni bolgarkada kesib qo'ysangiz bo'ladi. Unga lishniy pul to'lab plazmani olishni o'zi kerak yo'q. Shuning uchun apparat tanlayotganda shularga e'tibor beringlar. Mana 4 tasi birda, 5 tasi, 6 tasi birda har xil rejimlarda bitta apparat. Bu o'zi slabiy apparat degani. Bizda hozir O'zbekistonda shular ko'p nimasi bo'lsa yaxshi deb qiziqishib qolishadi. Keyin sotuvchilarimiz ham o'zi ko'pi tushunmaydi, tushunadiganlar ham bor. Ko'pchiligi tushunmaydi. Ularga tovar o'tsa bo'ldi, nima sotayotganini bilishmaydi. Svarchiliklar biladiganlar biladi, bitta apparat olib keladi, ishlatadi. Masalan, ustalar bor, sexlarda, nimalarda производствоlar ishlatishadi, qanday apparat olishadi. Ular faqat polavtomatni o'zini oladi. Kesish kerakmi? Kesishga plazmani o'zini olib kelib qo'yadi. Endi shu plazmasi ham bo'lsa, masalan, plazma kesadigani ham bo'lsa, yaxshi-ku deyishingiz mumkin. Plazmani ham bo'lgani yaxshi. Masalan, svarka apparatingiz ichida plazma ham bor. Qayerda kerak u? Masalan, plazmani haqiqatda oldingiz ham, haqiqatda har zamon kerak qoladi. Qayerda kerak bo'lishi mumkin? Plazmani bitta qiladigan ishini bolgarka yoki drill qila olmasligi mumkin. Nima ish? U ham bo'lsa figurali qilib metalni o'rtasidan teshik ochish kerak bo'lsa, yumaloq qilib asosan yumaloqda yoki qanaqadir figurani kesib ochish kerak bo'lsa, shuni plazma qilishi mumkin. Plazma. Tekis kesishda boshqasini hammasini bolgarka qiladi. Teshik ochish bo'lsa, yuqori metal bo'lsa, sverloda ham ochsa bo'ladi uni drill bilan. Kattaroq mana sverloni kattarog'ini qo'yasiz, 25-20 undan kattaroqlari bor. O'zini ash razmeriga qarab teshib ochsangiz bo'ladi. Faqat qalin metallar teshishga sverlo qiynalishi mumkin yoki kattaroq diametr olishga qiynalishi mumkin. Ana shu yerda plazma kerak bo'ladi. Agar shu har zamonda bir kattaroq yumaloq doirali nimadir kesib ochadigan holat bo'lsa, plazma olsangiz, plazmasi ham bor apparat bo'lsa arziydi. Bo'lmasam plazmani ham bir shu apparatga tiqib qo'ygan bo'lsa, uni olishga arzimaydi bu narsa. Ichida bo'lgani yaxshi deb olaverasiz, lekin u ana apparatni shuni hisobiga salabiylashtirib turadi. Chunki bitta apparatga masalan 12 kilo deylik apparat. Shu 12 kilolik apparatning ichiga
10 kilosi shu apparatni polavtomatni o'zini zapchasida bo'lishi kerak edi-da, endi oddiy tilda tushuntirsam. 10 kilosi polavtomatni o'ziga ketadigan zapchastlar edi yoki elektrosovarka bilan ikkalasiga ketadigan zapchastlar edi. Endi shu yerga plazmani ham qo'shib tiqib qo'ydi. Argon svarkani ham qo'shib tiqib qo'ydi. Xullas 2 ta 3 ta rejimni bittaga tiqib qo'ydi. Qaysidir doполнительный narsalar qo'shildi, mana ular kamini olindi, apparat уже salabiylashdi. Rosa sodda tilda tushuntirsam. Shuning uchun apparat olayotganda rejimiga e'tibor beringlar. Nechta rejimda nimaga olyapsizlar? Chorniy metallgami, rangli metallgami, yubka metall vertikalasimi? Shunga qarab olinglar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Apparat tanlash bo'yicha savollar bo'lsa, bemalol Telegramim bor. Albatta Telegram yozinglar. Qo'ldan kelgancha yordam qilaman. Kanalni kuzatishda davom etinglar. Yangilar bo'lsa obuna bo'lib qolish, like bosish, kuzatish esdan chiqmasin. Sizlar uchun xudo xolasa harakatdaman. Salomat bo'linglar.